Assalomu alaykum hammaga. Spanigan turlarimiz ajoyib stilda, gatovilari bor. E'tibor beringlar, shkaflardan tushuntirib o'taman. Женский tomon sefta o'rnatilgan, murskiy tomon ichida ikkita g'alano, prozrachniy oyna xudo xolisa. Bu murskiy tomonda ikki turba, kaltroq va uzunroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Shkafi razmeri bunaqasiga 240, balandligiga 220. Trimosion o'zgacha qilib ishlangan. E'tibor beringlar, sensorda yonib o'chadi. Taburetkalari bilan. Xo'p, Spanisiga mana bunaqa o'tirib, paypon kiyadigan narsa qo'shgan. Buni ham ichi sondo. Endi nimasi ham ikki chekadagi tumbasi ham soatli, o'zida mana yonib o'chadi bu ham. Cho'tki qilingan. G'aladonlar ham xudo xolisa vakuum mexanizmda. E'tibor beradigan jihati tagi splashnoy ochiladi. Bemalol narsalarni olib, yana qatidan keyin bemalolgina osongina 120 kilolik nasos qo'yganmiz. Bitta qo'lda shuni qilib yopib qo'ysanglar bo'laveradi, xudo xolisa. Endi eng qiziqarli joy narxi keladigan bo'lsak, obunachilar uchun 8 million so'm plus yana 10% skidka qilib beramiz, xudo xolisa. Uylanmoqchi bo'lganlarga, o'ziga olmoqchi bo'lganlarga ham jo'natib qo'yaverasizlar, xudo xolisa.